Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun xudo xolasa Moskvadan Toshkentga, Moskvadan Samarqandga, Moskvadan Buxoroga, Moskvadan Qashqadaryoga jo'nab ketadigan avtobusimiz. Operatsiya qilaverasizlar aziz vatandoshlar, avtovokzal metro kotelnikidan. Avtovokzaldan avtovokzalga jo'nab ketadigan avtobusimiz. Bizning yo'nalishlarimiz Moskva Qarshi, Moskva Xorazm, Moskva Nukus yo'nalishlari bo'yicha, Moskva Surxondaryo yo'nalishlari bo'yicha va komfortabilni avtobusimiz Feda akamizga jo'nab ketadi xudo xolasa. Обращаться qilaverasiz avtovokzal metro kotelnikida mana aka-ukalar. Avtobuslarimiz naval bizada, обращаться qilaverasizlar mana aka-ukalar. Realni videolarni olib boramiz. O'zimizga primoy aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchli raqamlar ekraningizda aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Avtobusni ichki holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Tomosha qilishlaringiz mumkin. Mana aziz vatandoshlar, avtobusimiz komfort, avtobusning ichki holatlari mana. Обращаться qilaverasizlar. Realni videolarni ekraningizga qo'yib boramiz. Zaryadchik ustroystolarimiz bari yo'q mavjud. Ekranda ishonchli raqamlar bo'ladi. Aldanib qolmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.